Shia va sunniy masalasi. Ayniqsa Eronning mintaqaviy siyosati va islom ummati ichidagi mazhablar ixtilofini to'g'ri tushunish uchun tarixning eng teran qatlamlariga nazar tashlash lozim. Eng avvalo sunniy va shia atamalarining kelib chiqishiga to'xtalsak. Shia so'zi arabcha shiatu Ali tarafdorlari iborasidan olingan bo'lib, dastlab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin rahbarlikka eng loyiq zot Ali radhiyallohu anhu deb bilgan siyosiy guruhni ifodalagan. Sunniy atamasi esa ahli sunna val jamoa iborasining qisqartmasi bo'lib, payg'ambar alayhissalomning yo'llariga va sahobalarining ijmosiga ergashgan musulmonlarning katta ko'pchiligini anglatadi. Bu terminlarning ilmiy negiziga nazar solsak, ahl so'zi ma'lum bir yo'l yoki dinga ergashuvchilarni, sunna esa nafaqat payg'ambar alayhissalomning so'z va ishlari, balki islomning amaliy tatbiqi, ya'ni islomiy hayot tarzini anglatadi. Jamoa esa musulmonlarning amir va islomiy tushunchalar atrofida jipslanishini ifodalaydi. Islom tarixida ilk ixtilof aqidaviy emas, balki siyosiy boshqaruv, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin ummatga kim rahbarlik qilishi borasidagi bahsdan boshlangan edi. Ba'zi bir sahobalar Alining xalifalikka Abu Bakr, Umar va boshqalardan ko'ra haqliroq ekaniga ishonishardi. Bu guruhga Ammor, Abu Zar, Salmon Forsi, Jobir ibn Abdulloh, Abbos va uning o'g'li Ubay ibn Ka'b, Huzayfa va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning boshqa ko'plab sahobalari kirardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan so'ng Madinadagi Banu Saida chodirida ansorlar va muhojirlar yig'ilib xalifalik masalasini muhokama qildilar. Bu yerda Hazrati Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Hattob va Abu Ubayda ibn Jarroh kabi ulug' sahobalar ishtirok etib, musulmonlarning birligini saqlab qolish uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga bay'at berildi. Shu bilan birga Hazrati Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvom va Banu Hoshim xonadonining ba'zi vakillari dastlabki bosqichda bu jarayonda qatnasha olmaganlari va rahbarlikka ahli bayt yaqinroq ekani haqidagi fikrlari keyinchalik shialik fikrining siyosiy kurtagi bo'lib xizmat qildi. Biroq shuni ta'kidlash joizki, Hazrati Alining o'zi keyinchalik Hazrati Abu Bakr, Umar va Usmonga bay'at berib, ularning xalifaligi davrida bosh qozi va maslahatchi sifatida faoliyat yuritdi. Abu Bakr va Umarning boshqaruvi davrida, shuningdek Usmon radhiyallohu anhu boshqaruvining ilk yillarida musulmonlar fathlar, islomni yoyish, islom davlatining qudratini oshirish va uning ustunlarini mustahkamlash bilan mashg'ul edilar. Bu vaqt davomida Alining afzalligi va xalifalikka bo'lgan haqqi haqidagi fikr uyqu holatida bo'ldi. Toki payg'ambarlik vasiyati fikri yuzaga chiqquniga qadar go'yoki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alining o'z ma'naviy vorisi ekani va o'zidan keyin xalifalikni olishi kerakligi haqida vasiyat qoldirgan emish. Yuqoridagi vasiyat tarafdorlarining fikriga ko'ra, Ali saylov va bay'at yo'li bilan emas, balki vasiyat matni asosida imomdir. Keyinchalik Ali va undan keyingi imomlarning ma'sumligi, ya'ni gunohdan pokligi fikri paydo bo'ldi. Unga ko'ra, ularning xato qilishi mumkin emasligi va ulardan chiqqan barcha qarorlar to'g'ri ekani da'vo qilindi. Keyin Abu Bakr, Umar va Usmonning xalifaligi masalasi ko'tarildi. Ushbu vasiyatning tarafdorlari Abu Bakr, Umar va Usmon, shuningdek ularning tarafdorlari va ularga ixtiyoriy ravishda bay'at bergan musulmonlar Alining hammadan ustunligini bila turib xato qilishgan deyish bilan cheklanishdi. Ammo oralaridan ortiqcha chuqur ketganlar ham chiqdi va ular Abu Bakr, Umar, Usmon va ularni qo'llaganlarning barchasini payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini rad etib, xalifalikni haqli egasiga bermaganlikda ayblab kofirga chiqarishdi. Ba'zilari esa barcha chegaralardan o'tib Alini ilohiylashtirishdi. Shu tariqa shiyalar paydo bo'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, ular yagona bir guruh emas, ammo hozir bunga to'xtalmaymiz. Balki e'tiborni G'arbning musulmonlarini shiya va sunniyga ajratish orqali
ularning o'rtasini bo'lish va zaiflashtirish siyosatiga qaratamiz. Islom tarixidagi burilish nuqtasi sifatida Safaviylar davlatining paydo bo'lishini ko'rsatish mumkin. 1901-yilda Shoh Ismoil Safaviy Eron taxtiga o'tirib, shiyalikni davlat dini deb e'lon qilguniga qadar Eron aslida sunniy olimlarni yetishtirib chiqargan sunniy o'lka edi. Safaviylar o'z siyosiy hokimiyatlarini mustahkamlash va Usmoniylar xalifaligiga, xususan Sulton Yovuz Salim kabi qudratli hukmdorlarga qarshi mafkuraviy devor qurish uchun shiyalikni majburan yoydilar. Bu yerda mazhab adolat izlash vositasi emas, balki ikki yirik kuch o'rtasidagi geosiyosiy raqobat quroliga aylandi. Usmoniylar Yevropa sahtlarida fathlar qilayotgan bir paytda Safaviylarning orqadan zarba berishi musulmonlarning umumiy qudratini zaiflashtirdi. 1979-yilgi Islom inqilobi Eron tarixida yangi sahifa ochdi. Oyatulloh Xumanayni hokimiyatga kelgach, inqilob eksporti g'oyasini o'rtaga tashladi. Zohiran bu g'oya butun musulmonlarni mustamlakachilikka qarshi birlashtirishdek ko'rinsa-da, amalda Eron o'z ta'sirini mintaqadagi shiya jamoalari orqali kengaytirishga kirishdi. 1980-1988-yillardagi Iroq-Eron urushi bu ziddiyatni yanada qonli tusga kiritdi. G'arb davlatlari, xususan AQSh va Britaniya bu urushdan musulmonlarni bir-birini qo'li bilan qirish va ikki davlatning ham iqtisodiy salohiyatini yo'q qilish uchun ustalik bilan foydalandi. Bo'lib tashla va hukmronlik qil qoidasi asosida musulmonlarning ichki mazhab ixtiloflarini sun'iy ravishda alangalatib turildi. Bu strategiyaning asosiy me'morlaridan biri AQShning sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi Zbigniew Dzerzhinskiy bo'lib, u o'z vaqtida biz uchun qaysi biri muhimroq? Bir necha qo'zg'olonchi musulmonlarmi yoki Sovet imperiyasining qulashimi? Islom dunyosini ichidan parchalash bizga mintaqani nazorat qilish imkonini beradi, deb ochiq aytgan edi. Aynan shu davrdan boshlab AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hujjatlarida musulmonlarni radikal sunniylar va jangari shiyalarga ajratib, ularni bir-biriga qarshi qayrash asosiy yo'nalish etib belgilandi. Bugungi kunda Livandagi Hizbulloh, Yamandagi Hussiylar va Iroqdagi shiya guruhlarining Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bu diniy birodarlikdan ko'ra ko'proq shiya yarim oyi loyihasini amalga oshirish va mintaqada Eronning strategik ustunligini ta'minlashga qaratilgan. Eron rahbariyati G'azo va Falastin masalasini hamisha o'z ritorikasining markaziga qo'yadi. Biroq tarixiy faktlar shuni ko'rsatadiki, Eronning ritorikasi bilan amaliy ishlari o'rtasida katta farq, tafovut bor. Musulmon ummati Yahudi vujudi zulmidan ingrayotgan bir paytda Eron faqatgina proksi guruhlar orqali cheklangan harakatlar qiladi. Ammo tizimli ravishda ummatning birligini ta'minlaydigan ilohiy nizom xalifalik yo'lida emas, balki o'z milliy va mazhabiy chegaralari doirasida ish yuritadi. Shu bilan birga sunniy dunyosidagi rahbarlarning holati ham Erondan qolishmaydigan darajada achinarlidir. Saudiya Arabistoni, Misr va boshqa sunniy davlatlarning rahbarlari o'z xalqini Eron xavfi bilan qo'rqitib, amalda g'arb mustamlakachilari va yahudi vujudi bilan ittifoq tuzmoqdalar. Ular shiya va sunniy ixtilofini o'z taxtlarini himoya qilish uchun vosita qilib olishgan. Bu masalada AQShning yana bir strategi Condoleezza Rice 2006-yilda yangi Yaqin Sharq loyihasini e'lon qilar ekan, mintaqadagi chegaralarni mazhabiy va etnik asosda qayta chizish zarurligini ta'kidlagan edi. AQSh davlat departamentining sobiq xodimi Richard Haas esa Yaqin Sharqdagi 30 yillik urush, sunniy shiya ixtilofi biz uchun foydali, chunki ular bir-biri bilan band bo'lgan vaqtda Isroilning xavfsizligi ta'minlanadi va bizning energiya manbalariga bo'lgan nazoratimiz mustahkamlanadi, deb yozgan edi. Aslida na Eron rahbariyati va na sunniy yurtdagi xoin rahbarlar islom ummatining haqiqiy manfaatini o'ylamaydilar. Agar ular haqiqatdan ham din va ummat uchun qayg'urganlarida edi, chegaralarni ochib, musulmonlarning umumiy qo'shinini Aqsoni qutqarishga safarbar qilgan bo'lardilar. Buning o'rniga ular mazhab urushlarini qo'zg'atib, musulmonlarni Suriya, Yaman va Iroqda bir-birlarini qonini to'kishga majbur qildilar.
Bu ixtiloflarning eng katta foyda ko'ruvchisi esa Yahudiy vujudi va AQSh boshchiligidagi kofir davlatlardir. Ular musulmonlar bir-birini kofir yoki adashgan deb ayblash bilan band bo'lgan vaqtda islom yurtlarining boyliklarini talon-taroj qilishda va musulmonlarni tizimli ravishda qirishda davom etmoqdalar. To'g'ri xulosa shundan iboratki, Shia va Sunniy o'rtasidagi ixtilof bugungi kunda aqidaviy emas, balki 90% siyosiy va geosiyosiy mazmunga ega. Musulmonlarni mazhabga qarab bo'lish bu ummatni zaiflashtirish uchun ishlatiladigan eski quroldir. Eng avvalo shuni anglash lozimki, musulmonlarning amaliy ahkomlarda, fiqhiy hukmlarda ixtilof qilishlari, ya'ni turli mazhablarda bo'lishlari tabiiy va sog'lom holatdir. Bu aslo bo'linish hisoblanmaydi, balki islom fikrining kengligi va boyligidan dalolat beradi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimning ixtilofi rahmatdir deb marhamat qilganlar. Biroq bu fiqhiy xilma-xillik aslo aqidaviy bo'linishga aylanmasligi kerak. Musulmonlar uchun sunniy yoki shiya degan nomlar emas, balki aqida birligi va yagona ummat tuyg'usi e'tiborlidir. Biz voqeaga to'g'ri baho berishimiz uchun Eronning ham sunniy yurtlaridagi rahbarlarning xatti-harakatlarini islom mezoni bilan o'lchashimiz kerak. Islom bizni Allohning arqonini bir jamoa bo'lgan holda mahkam tuting va bo'linmang deb buyurgan. Demak, har qanday adovatli bo'linish, xoh u mazhabiy bo'lsin, xoh u milliy, shariatga ziddir. Qolaversa, manbalarda ta'kidlanganidek, ahli sunna val jamoat tushunchasini faqat muayyan aqidaviy maktablar yoki salafiylik bilan cheklab qo'yish ham ummat ichida biz haqiqiymiz, qolganlar adashgan qabilidagi bo'linishlarga sabab bo'lmoqda. Bunday tor yondashuv musulmonlarni bir-biridan uzoqlashtirib, mustamlakachilarning bo'lib tashla va hukmronlik qil rejasiga xizmat qiladi. Xalifalik tarixda turli mazhab va fiqhiy maktab vakillarini bitta davlat ichida adolat va tinchlik soyasida boshqargan yagona tuzum bo'lgan. O'sha davrlarda mazhablar bir-birini to'ldirgan, ammo hech qachon siyosiy urushlar uchun bahona bo'lmagan. Bugungi kunda bizga shiyalik yoki sunniylik urushi emas, balki barcha musulmonlarni bitta qalqon ostida birlashtiradigan haqiqiy islomiy rahbarlik kerak. Bu rahbarlik qaytganidagina musulmonlarning qoni to'kilishi to'xtaydi va mazhab ixtiloflari siyosiy manfaatlar qurboniga aylanmaydi. Bizning vazifamiz mazhabparastlik botqog'iga botmasdan ummat yuzini yagona dushmanga va yagona najot yo'li bo'lgan xalifalikka qaratishdir. Faqat shundagina Eronning ham, sunniy davlatlar rahbarlarining ham, ularning ortida turgan AQSh kabi mustamlakachilarning ham geosiyosiy o'yinlari fosh bo'ladi va musulmonlar o'zlarining asl qudratini qayta tiklaydilar. Payg'ambarlik minhoji asosidagi xalifalik qayta tiklanmas ekan, mazhablar o'rtasidagi tabiiy farqlar dushmanlar qo'lida qurol bo'lib qolaveradi. Alloh taolo musulmonlarning qalbini birlashtirsin. Fiqhiy xilma-xillik bir-birimizga adovat emas, balki mehr-oqibat vositasi qilsin va bizni botil nizomlardan qutqarib, o'zining haq nizomiga qaytarsin.